Bitta kovushda ikkita kam mashina to'ladi akalar. Bitta og'irligi 40 tonna yukni bemalol olib berar ekan akalar. 400 tonnalik Zumulon kompaniyasining ekskavatori. Har hech qayerda hech qanaqa video, hech qanaqa ma'lumotlar yo'q. Birinchilardan bo'lib obzor qilamiz. Bu 200 tonnalik ekskavatorlarda gidromotor bitta bo'ladi. Bunda ikkita qo'yilgan. Buni aylantirish uchun alohida akalar. Buni sizlarga dvigatellarni hammasini ko'rsatib beramiz. Hali chizib qo'yilgan bu maskirovka, bu hali bu ko'rgazma. Eng qizig'i hali shu yildan boshlab bu narsalar sotuvga chiqish boshlar ekan. Gap yo'q lekin katta narsa akalar. Bu yoqda motor ekan. Amerikanskiy Cummins turibdi ekan. Dvigatel quvvati почти 1,5 ming kilovat ekan. Bu kuzda 2000 ta bo'lsa kerak. Bu nasoslarni ham ko'ramiz nar tarafga o'tib. Qanaqa nasoslar turibdi ekan eng qizig'i. Buni harakatga keltirishni 400 tonnani. Uxti, akalar buni qaranglar. Qaranglar 1 2 3 4 5 6 ta nasos почти ko'ryapman shu o'zdan. Gidrolik sistemani mana raspretsillar bu yoqdan o'tyapti-da, bu yoqqa kelyapti raspretkadan. Bundan tarqalyapti hamma yoqqa. Stirlarga, xadovoylarga, platformaga. Nari tarafni ko'ramizlar. Qoyil ekan. Men to'g'risi shokdaman. Bu menimcha etriski joyi xavfli, mumkin emas. Akalar, ma'lumotga qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Zumulon, gap yo'q ekan. Bu axlajinasi ekan akalar, radiatorlar bor ekan. Charchamanglar, hammaga omad.